Men xotin quli 486. Uyni darchasidan ma'yus boqaman. Ezar meni do'stlar sog'inchi, dardlarimni kimga aytaman? Balki bir kun kelar omadim, ko'chalarda mangu kezarman, ammo bunday ilon xotindan o'lib ham qutulolmayman. Do'stlarim kechiring, omad kelmadi, yo'qlamadi demang aslo, xotin qo'ymadi. Ichimdagi gaplarni ba'zan aytkim keladi. Xotinga povut bersang, xotin boshga chiqadi. Ha, tamom. Moshini tanlaysizmi, o'g'lingizni tanlaysizmi? Yani ishni o'g'limni tanlayman. Qanday moshina tanlash mumkin bir? Bizlar Haval M6 moshinamiz aka 100 km 6 litr benzin sarflaydi. Bu moshinamiz foydali taraflaridan biri. Sizning o'g'lingiz qanaqa foydali tarafi bu? Bizi o'g'il bir kunda 100 litr suv ichadi, 6 marta tualet boradi. Ana shu foydali taraf. Moshinamiz abagrev zinalar bo'lib qishda mazza qilib issiqqinada ketasiz. Bu foydali tarafi. Siz o'g'lingizdan nima foydali tarafi bor? Biz o'g'il foydali tarafi qishda no'g'at sho'rvan uraylarda uya kirib ko'rpan tekin qizdiradilar. Ana shu. Aka, yana bir qulaylik tarafidan biri Haval M6 moshinamizni to'lovini 50% ni to'laysiz. Qolgan 50% ni 2 yil foizsiz to'lashingiz mumkin. Endi ayting, shunda ham o'g'lingizni tanlaysizmi yo moshinani tanlaysizmi? Baribir o'g'lim tanlayman. Chunki aka, men 20 yil buni o'stirdim, yemay yedirdim, ichmay ichirdim. Qandaydir bir buyuma o'g'lim almashamanmi endi? O'zingiz ayting. Buyuma ada lekin addushi borki, men bunaqada o'ylamagandim. Siz Ismat dada zo'r, lekin men xursand bo'ldim. Mujik akaningiz bu kecha bilyard mendan pulni o'zim to'lamay ketamiz, so'ng dam olamiz. Ona hangimga. Yuragim to'ldi meni, bu qalbim oldi meni janona. Ko'zlarim to'ldi meni, shu dardga qoldi meni janona. Ishonib senga qara, aldanib tushuntirib beraman. Stop. Men tushundim hammasini. Tushundim. Balkim xiyonat qilgandirsan. Balkim irat etgandirsan. Mayli onasini yemsin. Ko'zimni yumdim. Lekin bitta narsani menga tushuntir. Onasini yemsin, bir oyda qorim qanday munchalik bo'lishi mumkin? To'xtang, men sizga aytmoqchi edim o'zi. Zulxumor, men seni onasini yemsin palajingdan tushunaman. Tushundim, irat etgan bo'lsang, umuman farqi yo'q menga. Lekin bu onasi, onang emgur bir oyda qanday muncha bo'ladi? Obulindaylak tashab ketmagandir bu. Kechiring meni, Murod aka. Onang emgur bir oyda qanday bunaqa bo'lishi mumkin, ha? Balla. Yo, qorniga implant qo'ydirdimi yo? Mana qaragani, o'g'ilmi, qizmi? Qiz. La, implant emas ekan onang emgur. İsmini Murat qo'y, hay. Bidan guzamizda bacham kartochka ekan. Kartochkani sotib, seni kontraging to'laymiz, qayin bacham? Davay, hammasini o'g'darasan hozir. Chuqurroq o'g'da. Chuqurroq o'g'da. Nima bu? Bu parik dada. Yungingga holi ko'tarursan. Sen holi aqling kirmadimi? Maybe. Yo'q dada, bera olmayman buni. Buni kimdir kiysa yomon ahvol tushishi mumkin-da. Nima? Buni chiqarib yo'qaman. Qaytib kiyib yotgan bo'lasan, tushundingmi? Ha, kiymang faqat dada, iltimos. Men yungingga kiymayman. Yo'qaman buni. Kiymasalar bo'ldida. Nima kiymang deydi buni? Oddiy yung. Kiyib ko'rsammikan ya? Bile kiydilarmi deyman-da. Dada! O'g'lim.
Dada, men sizga kiymang dedim. Nima kiydingiz buni? Men boshimdagini hozir chiqaraman bilan. Yaxshimi, tinchmisan? Yangi krossovkalar. Tegmat olib krossovkaman. O'g'lim buni Rossiyadan uzatan menga. Bera nimaga qo'yding ha? Endi hozir ana bu yo'ldan Ismat Churri bilan o'g'li o'tadi. Shuni ko'tini qo'ydirish uchun jera qo'ydim. Hech qolmadi shu beqiliqlaring. Qani nima? Qo'y. Bu mashkaliging qilsan. Topik-ku. Ey Ismat, yaxshimisan? Bunga qara, o'g'lim menga Rossiyadan krossovka uzatdi. Ha? Ko'rdingmi? Hamsiyani bachasi krossovka uzatadi Rossiyadan. Bir dona rezin tapishga berganmisan menga umringda? Tur, yo'qa. Ket. Ota bacha jilliding, narvon olib kerak ketibsizlar. Narvonda tashash olib ketyapti bir joyga. Tashab qaytib keladi. Dada, men Karli ilovasidan mashina yutib oldim. Shuni sizga podarka qilmoqchiman. Mana. Roston shu mashina yutib olding. Avo, xursandmisiz? To'xta. Birinchi husti kapagi ko'tini go'ydiramizda keyin u yo'q kiramiz. Nima? Ketib yur. Ismat Churri yana qachon o'taygan yo'ldan? Yana bir marta ko'tini qo'ydirsam bir kayf qilaydim-da. Qanday? Zo'rmi? Mana Jentra bu, Jentra. O'g'lim olib kelibdi. Krossovka olib kelibdi deysan? Ana bu seni o'g'ling olib kelgan krossovka. Ana bu biz o'g'ilcha olib kelgan Jentra. Buni oldida to'xtamasin. Jentrani olib, kerak emas bu. Tushundingmi? Menga qaray. Patsancha, qaytib menga tashlama, tushundingmi? Davay, sur o'yinga kir. Ana, Darvozang yo'q. o'g'ling qanday yutgan buni? Menga o'rgat. Karli ilovasidan yut. Karli ilovasi App Store, Play Marketda bor. Bemalol skachat qilib ichidagi narsalar ko'rsang bo'ladi. Tushunding? Uni ichida servislari bor. Gaz zapravka, benzin zapravka, ana sug'urta ulamoqchi bo'lsang, hamma narsa ichida. Mashina taalluqli narsa ichida. Tushunyapsanmi? Shuni ichida konkurs ketayotgan ekan. Jentra qo'yilgan, 45 million so'm pul qo'yilgan ekan. Ana Jentrani o'g'ilcha yutib oldi-da hozir. Ko'r bitta, ko'r. Karli Karli. Sen endi yutolmaysan u narsani. Mashina biza yutdik. Endi sen pul yutishing mumkin. Unda. Ismat, Ha. oli Jentra o'ynalmagan konkurs endi boshlangan ekan mana. Yo, bu yutib oldi-ku bu. Yo'q, Jentra endi qo'yilgan, yutib olmagan oli. Endi bo'ladi u. Endi boshlangan. Ha. Endi O'g'ling aldagan. mashina qayerdan olding? O'g'irladim. Hamsa, Rossiyadan halol pul kelgan krossovka bilan urasiz. Soling. Beraki.